Assalomu alaykum, xabaringiz bor. 2025-yilning 11-dekabr kuni Bo'ka hamda Bekobod avtomobil yo'lida ichki ishlar xodimi tomonidan yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Mazkur voqea sabab 43 yoshli fuqaro jarohat olgan va aynan o'sha voqeaga qarama-qarshi tomondan kelayotgan avtomobilning haydovchisi guvoh bo'lib qolgan. Fuqaroni urib yuborgan ichki ishlar xodimiga yordam berib, 43 yoshli fuqaroni ichki ishlar xodimining Nexia 3 avtomobiliga o'tkazishga ko'maklashgan haydovchi unga tezda shifoxonaga olib borishi kerakligini ta'kidlagan va uni kuzata boshlagan. Ichki ishlar xodimi shifoxonaga tomon yurgan va ma'lum bir masofadan keyin ortga qayrilgan. Buni ko'rgan guvoh haydovchi 102 ga qo'ng'iroq qilib, voqea xususida xabar bergan. Ichki ishlar xodimi hamda uning turmush o'rtog'i yo'l transport hodisasida jarohat olgan fuqaroni Nexia 3 avtomobilidan Matiz avtomobiliga o'tkazgan va taxminan voqea joyidan 35-40 kilometr masofa bosib kelib, aynan shu kanal bo'yiga olib kelishgan. Ichki ishlar xodimi hamda uning turmush o'rtog'i 43 yoshli fuqaroning joni uzilmagan bo'lsa-da, uni suvga tashlab yuborgan. Aynan o'sha jasad bugun qidirilayotganiga 27 kun bo'ldi. Kerak bo'lsa o'zimiz suvni kechib bo'lsa ham izlab topib olamiz. Faqat bizga mana shu suvni 2 soatga kamaytirib berganda yaxshi bo'ladi. Shu yerdan mana shu kanal yoqasigacha qon oqib kelganda, meni 100% ishonchim komilki, mana shu kanalga olib kelib tashaguncha ham akam tirik bo'lgan, joni uzilmagan bo'lgan. Shu bolamni topib olganimda bo'ldi edi. Buni vaqti bilan joyiga qo'yish kerak. Assalomu alaykum, xabaringiz bor. 2025-yilning 11-dekabr kuni Bo'ka hamda Bekobod avtomobil yo'lida ichki ishlar xodimi tomonidan yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Mazkur voqea sabab 43 yoshli fuqaro jarohat olgan va aynan o'sha voqeaga qarama-qarshi tomondan kelayotgan avtomobilning haydovchisi guvoh bo'lib qolgan. Fuqaroni urib yuborgan ichki ishlar xodimiga yordam berib, 43 yoshli fuqaroni ichki ishlar xodimining Nexia 3 avtomobiliga o'tkazishga ko'maklashgan haydovchi unga tezda shifoxonaga olib borishi kerakligini ta'kidlagan va uni kuzata boshlagan. Ichki ishlar xodimi shifoxonaga tomon yurgan va ma'lum bir masofadan keyin ortga qayrilgan. Buni ko'rgan guvoh haydovchi 102 ga qo'ng'iroq qilib, voqea xususida xabar bergan. Ya'ni u taxmin qilganki, voqea imijimida yopilishi mumkinligidan xavotir bildirib, 102 ga qo'ng'iroq qilgan. 102 ga qo'ng'iroq qilgandan so'ng ichki ishlar xodimlari voqea joyiga yetib kelishgan va aynan 43 yoshli fuqaroning telefonini topib olishgan. Ya'ni yo'l transport hodisasi oqibatida jarohat olgan fuqaroning telefonini topib olishgan. Ichki ishlar Tez xulosaga kelish kerak. Hali kelgan yo'q. 20 kun oshib ketdi. 29-da kelganimda prokuraturada aytishdi. Tayyor bo'libdi, 5-ga jo'natar ekan. Kecha ham tayyorlashgan. Bugun hozir prokuraturaga kirdim. Yo'q, kelgan yo'q deydi. Bu shu ichki ishlarda ishlagani uchun bunaqa ishlar bo'lyaptimi? Yana odam ikkilanib har xil xayolga boryapman. Mahalladan tashqari ichki ishlar xodimlari kelyapti, ko'ryapmiz. Lekin men o'zim shaxsan o'zim fakt ko'rganim 12 ta PPS xodimi bor. 12 ta PPS xodimi bor. Men u akalarni mana shu 26 kun, 27 kundan beri ko'raman. Mana shu yerda ko'ryapman u akalarni. 3 ta hududga bo'lingan. O'shalar kerak bo'lsa har 1 metrda sinchiklab ko'rib chiqyapti-da. O'zim lotkada yurganimda telefon qilyapti. Menga telefon qiladi. Uka, hanetga keling, mana shu yerda qora narsa turibdi. Mana bu yerda kurtka yotibdi. Keling, tushaylik, ko'raylik deb o'sha 12 ta PPS xodimi yordam berib, o'sha kerak bo'lsa siz bilan suvga ham tushaman deyapti-da. Mana lotkangizga oling bizda deyapti. Kerak bo'lsa suvga ham tushib beryapti-da. O'sha 12 ta PPS xodimidan men juda katta minnatdorman. Lekin ko'rganim shu aka. Suvni ko'rsam qo'rqaman bu suvni. Shu yerga ham olib ketdi. Shunchalik vahshiylik bo'ladi. Joyiga tashab ket yo'lga, nomar joyiga tashab ket. Men shuni yo'ldan olay, shu o'lib qolgan bo'lsa, jasadini yo'ldan olib ketardim. O'zi bilan ko'rsatishga yo'q. Mana hozir ayollarning uyiga borib keldim, o'sha qishlog'iga. xodim esa aynan yo'l transport hodisasi sodir etgandan so'ng o'zini jinoyatini yashirish maqsadida turmush o'rtog'iga telefon qilib, uning Matiz avtomobilida u aytgan manzilga yetib kelishini tayinlagan. Ko'p o'tmasdan uning turmush o'rtog'i voqea joyiga yetib kelgan. Ichki ishlar xodimi hamda uning turmush o'rtog'i yo'l transport hodisasida jarohat olgan fuqaroni Nexia 3 avtomobilidan Matiz avtomobiliga o'tkazgan va taxminan voqea joyidan 35-40 kilometr masofa bosib kelib, aynan shu kanal bo'yiga olib kelishgan. Marhumning yaqinlariga ko'ra, kanal bo'yiga olib kelingan 43 yoshli fuqaro hali joni uzilmagan bo'lgan, chunki ularning taxminiga ko'ra 10 metr joyga sudrab olib kelingan fuqaroning qoni oqqan, qon izlarini ko'rishgan. Ming taassufki, ichki ishlar xodimi hamda uning turmush o'rtog'i 43 yoshli fuqaroning joni uzilmagan bo'lsa-da, uni suvga tashlab yuborgan. Aynan o'sha jasad bugun qidirilayotganiga 27 kun bo'ldi. Ming taassufki, 27 kundan beri jasad topilmayapti. Beyiz aka, demak, siz akangizni ichki ishlar xodimi avtomobilda urib yuborgandan keyin ayoli bilan aynan shu joyga olib kelib, shu yerda suvga tashlagan, to'g'rimi? Shu yerda tashagan. O'sha kungi holatni gapirib berishganmi, nima bo'lgan o'zi o'sha kungi holat? Xabaringiz bormi? Qanchalik xabaringiz bor? Endi bizga mana shu ichki ishlar xodimidan eshitdikda, keyin mana shu yerga tashagan edi. Shunda keldik. Endi men o'zim ko'rgan manzaram mana shu yerdan boshlagan, mashinani mana shu yerdan tushirgan bo'lsa, shu yerdan mana shu kanalning yoqasigacha qon oqib kelganda. Qonni ko'rgansiz, demak. Qon mana shu yerdan shu yergacha oqib kelgan qon. Bu yerda taxminan hozir 10 metr joygacha qon oqib kelgan, to'g'rimi? Suvga tashlaguncha. Tashaguncha. Endi bunday narsada, misol uchun oddiy bir tovuqni so'ysangiz, o'lgandan keyin qon chiqmaydi.
meni 100% ishonchim komilki, mana shu yerga kanalga olib kelib tashlaguncha ham akam Joni tirik, uzilmagan, ha? akam tirik bo'lgan, joni uzilmagan bo'lgan. Ha, shifoxonaga olib borsa bo'lardi deb o'shani, to'g'rimi? Bo'lardi. O'shani qilmagan o'sha iflos. Ayoli i o'zi, to'g'rimi? Ikki kishi bo'lganda ular. Er xotin ikkalasi qilgan. Chunki urgan joyi Oybek postini bu yoqda zapravka bo'lgan. Men uni keyin eshitdim. O'sha mashinani almashtirgan joylarini Nexia 3 dan Matiz avtomobiliga olganini, xotinini chaqirgan, xotini Matizda kelgan. O'sha joylarigacha borib ko'rib keldim men o'zim ko'zim bilan. Taxminan necha kilometr shu yergacha o'sha yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan joydan shu yergacha? Hozir bilmadim, 30-40 kilometr deyapti. Qada demak. Demak, shu atrofdagi shifoxonaga borsa ham 2 kilometr yo 5 kilometr yaqinlikda masofa bo'lgan. Va yo'lma-yo'l nechta xususiy bansalar ham ko'p. Yo'lma-yo'l kelguncha. Demak, biz hozir turgan joydan o'sha 95 kilometr uzoqlikgacha qidiruvlar davom etyapti. Qidiruv bo'lyapti. Aytdim-ku, endi o'zimiz ham izladik. Mana shu kungacha, shu bugungi kundan qayiq ola olmadik. Shu bugungi kunga. Shu kungacha har kuniga ikkitadan qayiq chiqarib turgandik biz. Demak, kechadan boshlab o'sha asosiy odamlar yetib kelganligi sababli, favqulodda vaziyatlar vazirligidan odamlar yetib kelgani sababli qayiqqa ehtiyoj bo'lmagan bu yerda, to'g'rimi? Ehtiyoj bo'lmadi. Chunki ular ham mana endi kelgan bo'lsa. Shu vaqtgacha bo'lgan-ku, o'sha narsalar bor ekan-ku. Nimaga bu obdon buni tepaga chiqarib mana bu YouTube'ga qo'yish kerak, Instagramga qo'yish kerak. Muhokama bo'lmaguncha demak yordam bo'lmayapti, to'g'rimi? Yordam umuman shu kungacha bo'lmadi. Bitta bo'lgani boshida ham aytdim men boya. O'sha Olmaliq emchisi. O'sha yomg'irda ham yurgan bo'ldi, qorda ham yurgan shular bo'ldi. Ular yordam berdi lekin. Endi biz o'zimiz soat qorong'i tushganda ketamiz bu yerda. Qorong'i chiqqanda uydan chiqamiz. Biz ham Bo'kada yashaymiz. Bo'kadan bu yerga kelib ketish ham endi biz kelamiz, chunki u jigarimiz. O'sha uchun kelamiz. Qolgan mana emcheslar ham bor-ku hozir, mana shuncha kungacha bor ekan-ku, nimaga chiqmadi shular? 1-dekabrdan beri mana shu yerda izlayapmiz, mana shu kanal aka. Shu yerda izlayapmiz. Biz bilan ichki ishlar xodimi ishlamayapti demayman, ishlayapti. Qisman ishlayapti aka, chunki shu paytgacha mana 2 kun bo'ldi, viloyatdan endi keldi mana qutqaruv qidiruv bo'limi otryadi respublikanskiy endi keldi, 2 kun bo'ldi. Shu paytgacha bizda faqat mana shu Olmaliqdan kelgan qutqaruv xizmati bor edi, boshqa xizmat yo'q edi aka. Biz aka mana ichki ishlar kelyapti, to'g'ri, kelmayapti demiz, kelyapti. Ichki ishlar qirg'oq bo'yini ko'rib beradi. Daryoning o'rtasini ko'ra olmayapmiz aka. Daryoning o'rtasini ko'ra olmayapmiz ichki ishlar. Ular ham kelyapti, ular ham yurib ko'ryapmiz deydi. Endi fakt men bilmayman ularni, haqiqatan ko'ryaptimi yo'qmi? Men o'zim daryoning o'rtasida yuribman, ko'rmayapman. Shaxsan o'zim ko'rganim yo'q. Shu aka mendagi o'zimdagi ma'lumot shu. Lekin Siz o'zingiz aynan qayiqda turib o'zingizdan izlayapsiz, ha? O'zim izlayapman, sizga o'sha o'zim izlagan paytlar hamma videolarini ham tashlab beraman. Vaziyat qanday? Necha kundan beri mana qidiruvlar davom etyapti? Mana 11-dekabr bo'lsa, mana bugun 20 har kuni davom etyapti. har kuni davom etyapti. Vaziyat qanday? Mana ko'rib ko'rgan bo'lsangiz, qayerlar qidiryapti? Necha kilometr atrofida qidiruvlar amalga oshiryapti? Tashalgan joyidan Sirdaryoning mostigacha 95 kilometrmi shunaqa deyishdi endi. Men o'zim o'lchamadim. O'sha yergacha qidirib borib kelyapmiz. O'zimiz shaxsiy yonimizda mana kechagi kundan boshlab biz shaxsiy, kecha ham qayiq oldik, bugungi kundan boshlab shaxsiy qayiq olganimiz yo'q aka. Moliyaviy tomondan biz ham charchab qoldik aka. 27 kundan beri kuniga 6 ta qayiq chiqarsa $100 dan chiqadi qayiqlar. O'zlari so'lab o'shani O'zimiz to'lab, o'zimiz yonimizdan to'lab, mana O'zbekiston degan mahalla bor, o'sha yerdan qayiqchilardan olib chiqib, to'lab, biz endi eshikka eshikni bilmaymiz. Ular ham aka sovuqda yurishda o'zi bo'lmaydi. Mana sovuqda, ariqda, kanalda yurishda o'zi bo'lmaydi. Shunaqa ma'lumot aka. Mana bugundan boshlab demak qo'shimcha yordam kuchlari kelishgan. Kecha keldi. Viloyat MCSdan kecha keldi, respublikanskiy MCSda bolalar kecha keldi aka. Kecha kelib qidirishni boshladi endi. Shu 27 kun ichida endi kecha kelishdi. 27 kun deganda mana kecha keldi. Ungacha MCS Olmaliqdan keldi. Ular topisha olmayapti. Yo'q, ular ham topisha olmayapti, bular ham topisha olgani yo'q aka hali. Biz ham shu katta umid bilan topiladi deb izlayapmiz aka. Akamizni mana shu yerdan topib olib ketaylik deb izlayapmiz. Hozir siz mana bu yerda ko'rib turganingiz kichkina joyida bu joy. Bu borsangiz nari tomoniga borsangiz bundan katta joyi ham bor aka. Shunaqa katta bo'lib ketgan, ostrov bo'lib ketgan, jing'ilzor, qamishzorlar bo'lib ketgan. Ularning ichiga aka motorli lodkalar bo'lmasa, texnikalar bo'lmasa kirib bo'lmaydi, dronlar bo'lmasa kirib bo'lmaydi aka. Bizni birinchi o'rindagi eng katta masalamiz bizga mana shu suvni o'chirishning iloji yo'q deyapti-da buni. Hech bo'lmaganda o'chirishning iloji yo'q bo'lganda ham qisman kamaytirib berish kerak-da aka. Bu yerda hozir 400 kub suv oqib ketgan bo'lsa, hatto 200 kubini kamaytirib berish kerak-da bizga. Chunki o'sha 200 kub suv kamayganda u joylarni biz bemalol kirib ko'ra olamiz-da. Kirib ko'ra olmaydigan joylarimiz qancha aka? Hozir mana suvni kamaytirib berishini nechtasidan so'radik, iloji yo'q, imkoni yo'q deydi, bu xalqaro suv deydi. Buni taqida to'xtatish emas, hech bo'lmasa yarmini to'xtatib bersin, yarmini kamaytirib bersin. Shuni o'zi ham bizga qancha yordam bo'lardi agar. Tergovchi aka hali qon javobini analizini aytmadi bizga. Uni analizini aytish kerak aka. O'zi kelib turish kerak mana bu yerga, to'g'rimi? Tergovchi sizlar bilasizlar-ku, keladimi, kelmaydi bunaqa voqea bo'lgan joylarga. Bizga ma'lumot berib turish kerak-ku. Bizda aka hech qanaqa ma'lumotimiz yo'q hali. Lekin bizga mana shu ichki ishlardan kelgan odamlar o'sha ko'rsatgan joy mana shu yerga tashagan deyapti. Bo'ldi, bizga boshqa ma'lumotimiz yo'q. Biz o'sha ichki ish xodimlariga ishonib shu daryoni izlayapmiz. Meni bitta qiynayotgan masalan, shuncha katta O'zbekistonga, bu katta 38 ming, 40 mingga yaqinlashyapmiz aholimiz. Ikkitagina temir lodka bormi aka? Ikkitagina qayiq bormi? MCS. Menga birinchi xabar qilishmagan.
o'g'limga xabar qilishgan, kichkina o'g'limga, chunki meni qon bosim birdan ko'tarilib ketadi deb ehtiyot qilib men buni ertalab 6 da eshitdim bu gapni. Shu qudamdan eshitdim, o'g'lingning mazasi yo'q ekan, yur borib kelay dedi. Aytishmadi menga. Borgandan keyin, uyga borgandan keyin bu ahvolda eshitdim. Shunaqa. O'shanda ukalarim, o'g'illarim bari больницаlarda izlagan. Bu yerda ozgina chalg'igan bolalar. Avval kasalxonalarda izlab, Abidgacha, Abiddan keyin ichki ishlar xodimlari keyin bularga aytishgan, shu suvga tashladim deb aytdi. Shunaqa deyishgan. Keyin keldim. Kelib o'sha yerda qon izlarini ko'rdim. Bir dona qon yotibdi. Bir ikkita tegishli odamlar bor ekan, polkovnik bor ekan. Bu yerga kelgan inson shu yerda yotqizganda tirik bo'lgan deyapti ular. Nimagaki? Yurak to'xtasa qon chiqmas ekan. Bu qon dedi, tirik odamning qoni. Shu suvni yoqasiga olib kelganda tirik bo'lganda o'lim. Men o'sha kundan beri izla yordam beryapti, MCS ham yordam beryapti. Ichki ishlar ham hammasiga rahmat. Faqat natija yo'q. Vaqt keldi mana mahallada 50 kishi, 60 kishi bo'lib o'zimiz kelib izladik. Vaqt keldi mana qayiqlar olib o'zimiz izlayapmiz. Mana bu MCS mana keldi, faqat to'liq Olmaliq keladi. Mana hozir 3 kundan beri mana ular ham faol bo'lib qoldi. Chunki mana bu yerda ijtimoiy tarmoqlarda Muhokama jarayonlari kelyapti, to'g'rimi? Kun tartibiga chiqib qoldi yana, to'g'rimi? Menimcha o'sha uchun ko'payib qoldi bularda. Necha kishi jalb qilingan? Bu g'avvoslar bormi bu yerda umuman? Ya o'zlarida bor. O'zlarida g'avvosi bor, qayiqlari bor, motorli qayiqlari. Bizga nima? Endi hozir bu yerdan aliginaqa topa olmayapmiz. Motorli qayiq o'zi bitta bor ekan, uni ham bir kun chiqadi, bir kun chiqmaydi. Xullas, bizda ham pul bo'lsa uni yollaymiz, bo'lmasa yo'q. O'zlaringiz pul to'lab, qayiq yollab, o'zlaringizdan qidirib amalga oshiryapsiz, to'g'rimi? Shunday qilyapmiz. Vaqt kelsa ikkitadan qilyapmiz. Misol uchun bir kuniga bir xillari $100 dan oladi. Shunaqa bo'lyapti-da endi. Imkon darajasida biz ham harakat qilyapmizki, ertaroq topsak. Bugun 27-kun demak, to'g'rimi? Qidiruv ishlari amalga oshiryapti. 27-kun bugun. 3 kun oldin qaysi hududlardan kelishdi yana? Favqulodda vaziyatlar vazirligining xodimlaridan kimlar kelishdi? Qaysi tuman, qaysi hududlardan kelishdi? Endi hozir menimcha yangi yo'l, Olmaliq kelgan, yana kecha Toshkentdan ketdi. Boshqarmaniki, viloyat boshqarmaniki kelgan. Yana bugun ular ham shu yerga keldi, mana shu yerdan tushdi ertalab. Shu bilan pastga qarab ketgan endi qayiqlarda. Bu Olmaliq favqulodda vaziyatlar bo'limidan necha kishi jalb qilingandi bu yerga? Ayniqsa bilan 27 kun davomli qidiruv ishlarini amalga oshiryapti. Ular ham kelyapti. Misol uchun 8 kishi, 10 kishi ular ham kelyapti, ular ham harakat qilyapti. Endi hozir bitta MCS bilan shu katta daryoda nimani topa olish mumkin deb o'ylaysiz? Bu juda qiyin narsa-da, qiyin narsa. Endi bitta biz ham u MCSga qarab turavermadik-da, o'zimiz qayiq olib, ular bir tarafga qarasa, biz bir tarafga qaradik. Prokuraturaga borsam, aniq bir gapni aytmaydi. Tergov qilyapmiz, so'roq ketyapti, izlayapmiz, topamiz. Shu boshqa gap haliga. Endi birovga gapiradigan gapim yo'q-da hozir. Charchab bo'ldim o'zi. Bilmadim bitta chiqadimi bu suvdan. Balki boshqa joydanmi? Agar suvda bo'lganda shu bungacha chiqish kerak edi. Suvda yurganlarning aytishi bo'yicha o'zog'i 20 kunda chiqish kerak deydi. Qanaqa sovuq bo'lishidan qat'iy nazar 20 kunda odam chiqadi bu yerdan deydi. Lekin mana natija yo'q. Bizda hozir topish imkonining eng katta anosi imkonimiz bizda mana shu suvni, suv xo'jaligi vazirligi bizga 2 soatga yopib berib tursa, 2 soatga mana 6 ta shlyuz bor. 6 ta shlyuzni shunday 2 soatga tushirib, bu tomon to'xtatib bersa, mahalliy aholining gapiga ko'ra, eshitishimiz bo'yicha, endi hammamiz surishtirib yuribmiz, eshitishimiz bo'yicha 2 soatda suv pastga ketadi. Alhajardan o'tib ketadi-da, Sirdaryodan o'tib ketadi, Sirdaryodan chiqib ketadi. 2 soat ichida biz suvni tagini bemalol ko'rib olamiz-da. Biz o'zimizning mahalladan yana yordamchi kuchlar chaqirib, mahallamizdan odam chaqirib, boshqa oddiy mana shu aholi ham chiqib yordam beramiz deyapti-da bizga. Telefon qilishyapti, boshqa qilyapti, yordam beramiz deyapti. Biz faqat eng katta umidimiz mana suv xo'jaligi vazirligidan to'g'ri bu yerdan tok ishlab chiqazyapti deydi. Hozir tok ishlab chiqazadi ekan. Tokda garit payti, yonib turgan payti bo'ladi. Hozir qish sezoni. Biz uni ham tushunamiz. 2 soatga inson qadri uchun ustunlik qilmasa kerak. 2 soatga, to'g'rimi aka? 2 soatga suvni o'chirib bersin bizga. Biz izlab topib olamiz akamizni. Kerak bo'lsa o'zimiz suvni kechib bo'lsa ham izlab topib olamiz. Menga mana shu suvni ozgina kamaytirib berganda, rahbariyatlarimiz shuni bir kelishib ozgina bir 2 soat, 3 soatga bo'lsa ham kamaytirsa, shunaqa deyishyapti. Bir kamaytirib suvni qilsa chiqib ketishi mumkin deyishyapti. Ayoli qochib ketdi. Bola chaqasini olib Oqqo'rg'onga ketib yuborganimish, yo'q emish hozir. Onasi uyda, o'shani qamalgan bolani opachasi uyda ekan, keldi biz oldimizga, oqsoqolning oldida gaplashdik. Yo'q deydi. Ayoli bu
to'liq qo'shilgan-ku. Mashinani olib kelgan ayol erini mashinasi dabdala bo'layotganini ko'rib turibdi. Ichida nima borini men ko'rganim yo'q, bilmayman. Sen mashinani olib kelib mashinani yoniga qo'yding. Qanday bunga ishonish kerak endi? Bugun 2026-yil 4-yanvar qidiruv ishlarini olib boryapmiz mahalliy aholi bilan. Ikkita eshkakli qayiqda. Bugun yana MCS favqulodda vaziyatlar vazirligidan bitta qayiq keldi. Mana daryo ikkiga bo'linib ketgan. To'qayzorlarning ichini sekin qarab boryapmiz. Qorong'i tushguncha harakat qilamiz, ko'radigan joylarimizni ko'rishga. Bizga shu suvni kamaytirib, iloji boricha ko'proq joyini ko'rish uchun motorli qayiqlardan yordam berishingizni so'rab qolamiz. Shu bolamni topib olganimda bo'ldi edi. Buni vaqti bilan joyiga qo'yish kerak. Ikkita o'g'lim bor o'zi. Kattasi shu edi. Ishonganim shu edi.